Yo'q, bu 220 ga ham ishlaydi, faqat 380 emas. Assalomu alaykum hammaga, Nevin guruhimiz a'zolari. Mana bizga ko'p talab bo'lyapti. Elektrifikator kitiringlar, elektrifikator qo'yaylik. Hozir ko'p domlaga gazni o'tkazishga ruxsat bermayapti, faqat elektrifikatorga ruxsat beryapti. O'sha maqsadga biz elektrifikatorlarni keltirib qo'yganmiz. Bularning kilovatlari 6 kilovat, 8 kilovat, 12 kilovat, 16 kilovat va 24 kilovatliklari bor. Bizga hozir obzorimizga 8 kilovatlik katorimiz obzorni chiqaramiz. Sizlarga hozir mana bu knopkachlari, mana bu sensorli knopkachlari ham bor. Mana elektrifikatorimizni ichki tuzilishiga baho beringlar. Protekton ishlab chiqarilgan sirkulyasion nasosimiz ham bor. Biz kator 3 fazaga ham ishlaydi, 2 fazaga ham ishlaydi. Mana nolimiz ham bor. Ko'rib turibsizlar ichki tuzilishlarini, mis trubkalar, shuni ichida TNT bo'ladi, ko'rib turibsizlar simlarni. Kimga shunaqa elektrifikatorlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, yetkazib beramiz. Soni cheklanmagan link talonlarimizgacha bu va kitoblarimizgacha chiqadi va o'zini kranshtenlargacha chiqadi.